Rasulullohning uylariga kirib qo'l ko'tarsa shiftga yetardi. Yonga cho'zsa devorga yetardi. Rasululloh namoz o'qiganlarida xonam torligidan Oysha onamiz uxlab yotardi. Oysha onamiz oyog'ini tagida Rasululloh tahajjud o'qirdilar. Sajdaga borganda oyoqlarini turtirdilar Oysha onamizni, oyog'i yig'ishtirib olardilar, sajda qilardilar. Turganlardan keyin Oysha onamiz yana oyog'i cho'zib uxlardilar. Xonam torligi. Umar roziyallohu anhu kirdim, "Ya Rasululloh" dedim. Siz shunaqa yotasizmi? Olamlarga rahmati, tog'lar yalinyapti sizga, mana tilla bor, kumush bor, brilliant bor, qazib oling deyapti. Shu darajada "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" Anbiyo surasi 107-oyat. Alloh oyat tushirdi. Sizni olamlarga rahmat qilib yubordik ey Muhammad alayhisalom dedi. Rahmat bo'lib kelgan zot shunaqa uxlaydimi? Shunaqa yotadimi ya Rasululloh? Fors rumlarni qaramaysizmi? Qanaqa yotyapti? Duo qiling deganlarda, "Hey Umar, qo'y" dedilar. Nimaga? Oxirat muhim bo'lib ketganda Zuha surasini o'qiymiz. "Valal axiratu khayrul laka minal ula." Siz uchun oxirat dunyodan yaxshiroq. G'amlang oxiratga. Bu dunyo oxirat ikinzori deganlar payg'ambar alayhisalom. Ikib keting bu narsani. Hamma narsani ikdingiz, faqat dunyo uchun bo'lib qoldi-ku. Ertaga kim foydalanadi o'sha narsadan? Oxiratgacha. Hisob-kitob qiling. Bugun topgan daromadingizdan qanchasini Alloh uchun berdingiz va Alloh yo'lida yurganlarga berdingiz?